Kecha qizimning tug'ilgan kuni bo'ldi va ertalabdan obedgacha xonani mana shunaqa chiroyli fotosessiya uchun bezatdim. Obeddan keyin bozorga yo'l oldik. Bozordan biza bolalarim sevadigan klubnika seli tog'ori sotib oldik. Keyin bolalarim uchun klubnika shokoladi tayyorlab berdim. Bozordan klubnika va belgiya shokoladlar sotib oldim. Qizim o'ziga unaqa gullarni nabor yasadi. O'zim uchun bo'lsa unaqa davno yemoqchi bo'lgan baliqni sotib oldim. Judayam shirin, yumshoq, mazali biskostchilar ekan. Mazza qilib yedik. To'rt zapas qilgandim. Qizimga yoqadigan ranglar bilan bezatilgan. Keyin esa hammamiz qizimga olgan podarkalarni obzor qildik va конечно qizimga olgan to'y bo'lsa ham o'g'limga ham narsalar olib berdik tengma-teng. Ham shunaqami? Bittasini tug'ilgan kun bo'lsa ikkalasiga ham narsa olish kerak.